Asli Enver haqida ayrim qiziq faktlar. Aktrisaning bo'yi 165 cm. Asli disleksiyadan, o'qiy olmaslikdan aziyat chekadi. Shuning uchun unga ssenariyni o'rganish juda qiyin. U ssenariyni qatorlarning tagiga chizib o'qiydi, hatto planshetda ham. Faqat bitta kitobni to'liq o'qigan, ko'p kitob o'qiydiganlar va ularni muhokama qila oladiganlarga havas qiladi. Tarjimai hollarni yaxshi ko'radi, ammo o'qishi qiyin bo'lgani bois hujjatli filmlarni tomosha qiladi. Aslining chiroyli ovozi bor. O'z seriallarida qo'shiq aytadi. Ovqat pishirishni yaxshi ko'radi. Ovqatlanishni juda yaxshi ko'radi, ammo darrov vazn to'play boshlaydi. Shuning uchun o'zini tiyishga to'g'ri keladi. Parhezning ilk haftasida asabiy bo'lib qoladi. Shirinliksiz yasholmaydi. O'zini aytilgan hamma gapga soddalarcha ishonuvchan deb hisoblaydi. Aslining 10-15 yildan beri doim muloqot qiladigan do'stlar guruhi bor. Joylarini yaxshi eslolmaydi. Bir joyga 10 marta borsa ham baribir adashib qolishi mumkin. Zamonaviy texnologiyalarni yaxshi tushunmaydi.